Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli traderlar. Bugun indikatorlar to'g'risida gaplashamiz. Indikator haqida gaplashishdan oldin indikator nima ekanligi haqida oldin bilib olishimiz kerak bo'ladi. Indikator bu bozorning kuchini va texnik ko'rsatkichini ko'rsatib beruvchi instrument hisoblanib, u orqali biz bozorning qayerga ketishi mumkinligini oldindan bilishimiz mumkin hisoblanadi. Bugun asosan RSI ya'ni Relative Strength Index indikatori to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni uni tuzilishi, ishlash prinsipi va undan qanday to'g'ri foydalanish haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda indikatorda qanday qilib ustanovka qilishni va uni qanday sozlashni o'rganib o'tamiz. Birinchi navbatda MetaTrader 4 yoki 5 terminalini ochasiz va u orqali biz instrumentlar panelidan ya'ni vstavkaga kiramiz. Indicators bo'limiga kiramiz va indikator bo'limidan oscillators bo'limini tanlaymiz va u yerda Relative Strength Index degan indikator joylashgan hisoblanadi. Unga sichqonchani chap tugmachasi bilan bossak, uning nastroykasi chiqadi va u orqali biz barcha periodlarda ko'rib o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Va uni indikatorda rangini o'zgartirishimiz mumkin, istalgan rangga, uning periodini o'zgartirishimiz mumkin, uning o'lchamini, ya'ni qalin va yupqaligini o'zgartirishimiz mumkin va uning qaysi time framelarda ko'rinishini biz o'zgartirishimiz mumkin hisoblanadi. Bu indikator asosan yuqori time framelarga mo'ljallangan hisoblanadi. Ya'ni H4, D1, haftalik va oylik time framelarda qo'llaniladi. Shuning uchun iloji boricha shu time frame'larda biz belgilashimiz kerak va shu time frame'larda belgilaganimizda faqat shu time'larda indikator ko'rinadi. Qolgan belgilamagan time frame'larimizda esa bu indikator umuman ko'rinmaydi. Bizga faqat kerakli bo'lganlarni belgilaymiz va shu orqali indikatorda ustanovka qilamiz. OK tugmachasini bossak, H4 ya'ni kunlik, haftalik, oylik time frame'larda indikator ko'rinish beradi. Xo'p, OK tugmachasini bosamiz va indikator ustanovka bo'ldi. Shu orqali bu Relative Strength Index ya'ni RSI indikatori hisoblanadi. Bu indikator shu bozorning kuchini ko'rsatuvchi indikatorlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu sinxron tarzda bozor qanday harakatlansa, u ham shunday harakatlanadi. Mana misol uchun bozor o'sayotgan bo'lsa, indikator ham o'sadi. Ya'ni bozor tushayotgan bo'lsa, indikator ham tushishini kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni bu yerda indikatorning ikkita asosiy diapazoni mavjud hisoblanadi. 70 va 30 diapazoni. Bu 70 va 30 shu diapazoni eng kuchli diapazon hisoblanadi. Ya'ni o'rtacha qiymat hisoblanadi. Qachonki indikator shu 70 va 30 dan o'tgandan so'ng unda noodatiy hol yuzaga kelishi mumkin va bozor nestabil, ya'ni standartdan chetga chiqib harakatlanish yuzaga kelishi mumkin. Shu orqali biz bozorni qayerga ketishini oldindan aniqlashimiz mumkin hisoblanadi. Endi biz qanday qilib ustanovka qilishni va qanday qilib nastroyka qilishni o'rganib oldik va u qanday tuzilishga ekanligini ko'rib oldik. Endi biz uni qanday qilib foydalanishni doskada ko'rib o'tamiz. Biz yuqorida RSI indikatorini qanday qilib o'rnatishni, ustanovka qilishni va uni qanday qilib nastroykalarni to'g'rilashni o'rganib oldik va u qanday tuzilishga egaligi to'g'risida ham tushunchaga ega bo'ldingiz. Endi uni qanday qilib bozorda qo'llash va texnik tahlil qilishni birgalikda o'rganamiz. Xo'p, biz bilamizki, biz ko'rdikki, indikatorning diapazoni bor, ya'ni yuqoridagi diapazon 70, pastdagi diapazon esa 30 diapazonga ega hisoblanadi. Narx qanday ko'tarilsa, indikator ham xuddi shunday sinxron ko'tariladi. Narx qanchalik tushsa, indikator ham xuddi shunday tushadi. Ya'ni barchasi sinxron amalga oshadi. Lekin buni qanday qilib ishlatish mumkin degan savolga mana bu diapazonlar javob beradi. Ya'ni qachonki indikator, qachonki narx o'sib, juda ham kuchli o'sishlar bo'lib, indikator ham juda ham kuchli o'sib, mana shu diapazondan, o'zini diapazonidan oshib ketsa, ya'ni 70 dan yoki 30 dan oshib ketsa, xo'p,
u ko'tarilganda 70 dan osadi, yani tushganda esa 30 dan tushib ketadi pastga. Shu holatda agar mabodo 70 dan oshib ketsa, uje indikator signal beradiki, uje narx yana qaytib tushish ehtimoli bor deyiladi. Chunki doim narx indikator shu 70 bilan 30 orasida suzib yuradi. Agar undan chiqdimi, qandaydir narx отклонение bo'ladi, ya'ni o'zini nestandart tutayotgan bo'ladi. Bundan bilishimiz mumkinki, bu diapazondan chiqib ketdimi, qachondir qaytish ehtimoli bor degan tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin hisoblanadi. Lekin indikator chiqishi bilan biz savdo amalga oshira olmaymiz, ya'ni sell bitimini amalga oshira olmaymiz. Ya'ni qachondir tushadi va biz sell bitimini amalga oshirishimiz kerak degan tushuncha bo'lib qolmasin. Chunki indikator qanchalik ko'tarilgan sari yana ko'tarilishi mumkin. Juda uzoq ko'tarilishi ham mumkin. Indikatordagi ozgina ko'tarilish narxdagi juda ham katta ko'tarilishga olib kelishi mumkin. Biz qachon savdoga amalga oshiramiz? Qachonki bizda ichki signal bo'lsa, ya'ni ichki proboylar, liniyani proboyi bo'lsa, biz shu orqali savdoga kiramiz. Va biz savdo bitimini amalga oshiramiz. Ya'ni bu indikator, birinchi signalimiz indikatorda biz shu diapazondan o'tishini yoki maksimumga kelgandan boshlab biz uje narxni kuzatishni boshlaymiz. Ya'ni sellga signal qidirishni boshlaymiz. Chunki indikatorimiz bizga darak beryaptiki, qachondir narx yana orqaga qaytishi mumkin. Shunga tayyor tur degan signalni beryapti. Va biz bundan narxda bizni подтверждениесini kutishimiz kerak bo'ladi. Va bu подтверждение trendoviy liniya orqali yoki bo'lmasam model 1, 2, 3 va boshqa strategiyalar orqali biz narxni qanday qilib shu sellga signal olishimizni yoki buyga signal olishimizni bilib va bitimni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda indikator shu diapazondan, belgilangan diapazondan o'rtacha qiymatdan oshib ketdi. Oshib ketishi bilan biz yuqorida aytib o'tdik, sellga signal qidiramiz va bu sellga signalimiz oddiy trendoviy liniyada ko'rinishda ham bo'lishi mumkin va oddiy trendoviy liniyani proboydan biz sell bitimini amalga oshiramiz va odatdagidek maksimumdan sal balandroqqa stop lossni joylashtiramiz. Bu endi narx qanchalik pastga ketgani sari bu ham indikator ham pastga ketishni boshlaydi va o'zini diapazoniga kirib ketishi mumkin. Xo'p, shunday ekan, indikator ozgina pastga yurib turib, yana narx tepaga ko'tarilishi mumkin. Ya'ni indikator ham ozgina pastga yurib, yana tepaga ko'tarilishi mumkin. Shunaqa holatlarda bitimimizni maksimal darajada foydada yopishga harakat qilishimiz kerak hisoblanadi. Chunki indikatordagi ozgina tushish ham bu yerdagi ko'pgina tushishdi va ko'pgina ko'tarilish, ozgina ko'tarilish ham ko'plab ko'tarilishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun biz obratniy signalda bitimimizni yopishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz yuqorida sell bitimini amalga oshirgan bo'lsak, endi qachon bitimimizni yopamiz degan savolga buyga signal bo'lganda bitimimizni yopamiz. Ya'ni mana bu trend liniyasi buyga signal beradi. Ya'ni bu proboy bo'lsa, proboydan biz buy bitimini amalga oshirishimiz mumkin hisoblanadi va sell bitimimizni yopamiz va bu yerda buy bitimini ochishimiz, buy bitim bu yerda ochish mumkin emas, chunki unda hech qanaqa mantiq yo'q edi. Barcha bitimimiz sell bitimiga qaratilgandi va sell bitimimizni yopish to'g'risida gap ketayotgan edi. Endi buyda o'zingiz ixtiyoriy tarzda ochishingiz ham mumkin, ochmasligingiz ham mumkin. Eng asosiy fokus qaratadigan narsamiz biz sell bitimini yopish hisoblanadi. Xo'p, endi biz hozir trend indikator yuqoridagi diapazonni buzib o'tgandagi holatini ko'rdik. Endi pastdagi diapazonni buzib o'tgan holatini ko'rib chiqamiz. Narx to'lqinsimon harakatlanayotganda indikator ham harakatlanadi. Narx o'sganda indikator ham o'sadi, narx tushganda indikator ham tushadi. Va qachondir narx katta tushishlar bo'lganda indikatordagi ko'rsatkich belgilangan o'rtacha diapazon va pastdagi 30 diapazondan chiqib ketadi. Bu diapazon esa bizga signal beradiki, uje qachondir shu narx ko'tarilishga tayyorlanyapti. Ya'ni bizga darak beradi, signal beradi. Shu signaldan foydalangan holda biz narxni o'zini holatidan biz trendoviy liniya tuzamiz va bu liniya orqali biz buyga signal qidiramiz. Siz yuqorida aytib o'tganimdek pastga tushib ketgani bilan siz sразу marta buy ochib ketmang.
Chunki yana ozgina tushishi grafikda mana bunday tushishga olib keladi va sizni stop buy bitimingizni, stopini urishingizni va juda ham katta yo'qotishlar olib kelishi mumkin. Shuni oldini olish uchun esa biz yana bir marta подтверждение olishimiz kerak. Yana bitta signal olishimiz kerak. Yana bu signal trendoviy liniyalar buzishi yoki bo'lmasam shu yuqorida aytib o'tganimizdek modellar, strategiyalar orqali bilib olishimiz mumkin hisoblanadi. Biz oddiygina trend liniya orqali tushuntirib beraman. Narx doimiy ravishda tushayotganda ma'lum bir maksimum va minimumlar yasaydi va shu uch trendda biz maksimumlarga nisbatan trendoviy liniyani tortamiz. Va mana shu trendoviy liniyani proboyi bizga подтверждение beradiki, mana indeksdagi pastga tushish yaqin orada yana tepaga qaytib chiqib o'zini diapazoniga kirib olishi mumkin degan подтверждение beriladi. Va bu подтверждение orqali biz ikkita sabab orqali biz buy bitimini amalga oshiramiz. Shu endi biz yuqorida обратный signalda yopishimiz mumkin degan edik, lekin bu orqali biz xuddi yuqorida aytilgandek hamma bitimni 1/1, 1/2, 1/3 va yoki bo'lsam обратный signalda yopishimiz mumkin hisoblanadi. Siz o'sha har bir buni yopish usullarini o'zingizni psixologik holatingizga qarab belgilashingiz kerak hisoblanadi. Chunki 1/1 bo'lganda, ya'ni stop lossga nisbatan shu bitim ochilgan joyda diapazoniga siz tomonga yurib bersa, o'shanda 1/1 bo'ladi va siz o'shanda yarim bitimingizni yopishingiz va save qilib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki biz kelajakni bilmaymiz. Ya'ni narx srazu yana ochilgan joyga sizga qarama-qarshi yurishi mumkin. Shuning uchun har ehtimolga qarshi save qilib olinadi va qolgan bitimni 1/2, 1/3 da yoki bo'lmasa обратный signalda yopish kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda misol uchun buy bitimi ochildi. Stop lossda minimumdan sal pastroqqa joylashtirdik. Xo'p, birinchi o'rinda diapazon o'lchanadi. Bitim ochilgan joydan stop lossgacha bo'lgan diapazon o'lchanadi. Misol uchun 30 punkt deydigan bo'lsak, uni proboydan keyingi shu bitim ochgan joyimizdan 30 punktni belgilaymiz va take profit 1 ni, ya'ni yarim bitimimizni yopamiz. Va uje save bitimimizni save qilib olamiz. Endi narx stopimizni ursa ham biz yoki kamida 0 da chiqamiz yoki urmasdan tepaga biz tomonga harakatlansa ham biz baribir ham yo foydada yoki 0 da chiqishimiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, bitimni ochdik va uni qayerda yopishlarini o'rganib oldik. Endi bu shu indikatordan, RSI indikatoridan oddiy holatda ishlatish usuli hisoblanadi. Ya'ni ikkita o'rtacha qiymatdan oshib ketsa biz signal qidiramiz va signal orqali biz savdoga kiramiz. Bu eng oddiy hisoblanadi. Ya'ni aniqlik sifati 70-80% ega hisoblanadi. Lekin undan ham aniqroq xuddi shu indikatordan foydalanish usuli bor. Bu divergensiya va konvergensiya usuli hisoblanadi. Bu xuddi shu RSI indikatoridan foydalangan holatda savdo qilish usuli hisoblanadi. Endi biz sizlar bilan divergensiya va konvergensiyani qanday qilib payqash va u orqali savdo qilishni o'rganamiz. Divergensiya. Xo'p, narx qanchalik harakatlansa, indikatorda ham xuddi shunday harakatlanadi. Narx o'ssa, o'sadi, narx tushsa, indikator ham tushadi. Endi shunaqa holat yuzaga kelib qoladiki, divergensiyani asosiy mohiyati shundan iboratki, narx yuqoriga ko'tarilganda indikator o'zini diapazonini minimum shu maksimumiga kelganda yoki undan buzib tepasiga chiqib olganda biz uje divergensiya holatini start bergan bo'lamiz. Ya'ni narx o'sgan edi, indikator ham o'sib, o'zini o'rtacha qiymatidan chiqib ketdi va bu holatda narx pastga tushdi, indikator ham pastga tushdi. E'tibor bering, shu eng nozik joyi shundan iborat. Narx tushdi va indikator ham tushdi. Lekin narx ko'tarilib, o'zini maksimumini buzib o'tib, yana ko'tarilib ketdi. Lekin indikator xuddi shu u ham maksimumda qonun bo'yicha narx qanaqa ketsa bu ham shunday ketadi-ku. U ham maksimumni yangilash kerak edi-ku, to'g'rimi? Shu maksimumni indikator maksimumni yangilamaydi-da, nabarot maksimumdan pastrog'ida joylashgan bo'ladi. Oldingi maksimumga nisbatan indikatorda ko'rsatadiki, yana ozroq pastrog'ida joylashgan bo'ladi. Xo'p, buni asosiy mohiyati nimada? Siz sinxronlikda kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu maksimum
mana bu maksimumdan yuqori, ya'ni mana bunday tarzda joylashgan, lekin bu maksimum indikatordagi maksimum, eski maksimum bunisidan esa katta hisoblanadi, ya'ni pastga yo'nalgan hisoblanadi. Mana shu hodisa divergensiya hodisasi hisoblanadi. O'zi po pravilu bu ham indikator ham qonun bo'yicha bu eski maksimumni yangilash kerak edi, chunki narx ham yangilagan edi. Lekin bu yangilay olmadi. Bu nimadan darak beradi? Bu darak beradiki, bozorda kuchi qolmadi. Prosta tak bu ko'tarilish, maksimumni yangilash bozorda qandaydir o'zini kuchini soxta ko'rinishidir hisoblanadi. Ya'ni bozor bizni aldayotgandek tuyuladi. Bu indikator esa buni sezib qoladi. Ya'ni narx balandga ko'tarildi, lekin bu aslida kuchi qolmagan hisoblanadi va bunda ham savdo bitimini amalga oshirishda yana bitta sabab bo'lishi kerak. Ya'ni biz hozir divergensiya holatini kuzatishimizda narx mana xo'p, narx eski maksimum yasaldi va ikkinchi maksimum yasalish jarayonida mana maksimum yangilandi, lekin bu yangila olmasdan turibdi. Hozirgi jarayon bo'yicha savdo qilish jarayonini tushuntirib beryapman. Xo'p, maksimumni yangilanmay turibdi. Biz yangila olmayapti-ku deb xuddi yuqoridek savdo qilavermaymiz. Sell bitimini amalga oshirib tashlamaymiz. Chunki agarda mabodo narx yana yuqoriga ketgani sari yangilab qo'yishi mumkin. Shu holat yuzaga kelmasligi uchun birinchi navbatda maksimumni yangilaganda bu yangila olmayotganini kuzatishimiz kerak va yana bir marta подтверждение, ya'ni ichki proboy orqali biz narxda uje yangila olmasdan yana bu yerda razolat qilish boshlanishini kuzatishimiz kerak bo'ladi va buni biz oddiygina ichki proboydan, ya'ni narxga ichki lokalniy yoki tayyor degan tushunchani olib keladi. Agar ichki proboy bo'lmasa yoki lokalniy proboy bo'lmasa, narx yana o'sishni davom etishi mumkin va indikator ham eski maksimumni yangilab ko'rsatkichini o'zgartirishi mumkin hisoblanadi. Shuning uchun biz ichki proboyda kutishimiz shart. Bu ikkita sababga ko'ra biz savdo amalga oshiramiz. Va buni yopish esa o'sha yuqoridek 1/1da save qilamiz, 1/2, 1/3larda take profit yoki обратный signallarda bitimni yopishimiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, biz bu divergensiya hisoblanadi. Xuddi shuni teskarisi, ya'ni tushuvchi uchun pastki diapazonni buzib o'tuvchi va tushuvchi narx kanal trend liniyalari uchun esa bizda konvergensiya tushunchasi mavjud hisoblanadi. Ya'ni buni teskarisi. Xuddi divergensiyani teskarisi konvergensiya hisoblanadi. Buni ham bozorda tuzilishini ko'rsatib beraman. Konvergensiya xuddi divergensiyani teskarisi. Narx qanday harakatlansa, indikator ham shunday sinxron tarzda harakatlanadi. Narx o'ssa o'sadi, tushsa tushadi va ma'lum bir katta tush bo'lganda esa narx o'sha o'rtacha qiymatdan pastga yorib o'tadi va bu yorib o'tishi bizga signal beradiki, qachondir biz yuqorida gapirganimizdek, qachondir narx yana o'zini diapazoniga qaytib ko'tarilishi mumkin degan signal keladi. Xo'p, lekin biz u haqida gaplashdik. Endi konvergensiya haqida to'xtalib o'tsak. Narx ozgina pastga tushdi va korreksiya bo'lib yuqoriga ko'tarildi va indikator ham yuqoriga ozgina ko'tarildi. Bu yerda lekin yana narx o'zini pastga juda ham katta kuch bilan tushdi. Lekin mana bu yerda indikator ham minimumni yangilash kerak edi. Eski minimum, mana narx eski minimumni yangiladi. Indikator ham yangilash kerak edi, lekin yangilay olmayapti. Va shu yangilay olmayotgani narxni charchayotgani va yaqin orada narx yuqoriga qarab uchishi mumkinligi haqida signal beradi. Bu signaldan foydalanib biz savdo amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, bu holatga yuzaga kelganda biz buy bitimini sirazu amalga oshira olmaymiz va biz buni kutishimiz kerakki, ya'ni lokalniy va ichki liniyalar orqali odatdagidek biz proboyni kutishimiz kerak bo'ladi. Narx kichikroq time frame da hop anaqa proboy bo'lishini kutamiz va o'sha proboy orqali biz savdo amalga oshiramiz, ya'ni buy bitimini amalga oshiramiz. Va stop lossni oxirgi minimumdan sal pastroqqa joylashtiramiz. Bitimni yopish, bitimni save qilish 1/1 yoki 1/2da
bitimni yopishi bo'lsa 1/3 yo 1/2, 1/3 yoki bo'lmasa обратный signal orqali bitimni yopishimiz mumkin hisoblanadi. Endi biz buni ko'rib turibmizki, biz qaysi taymda ishlatish kerak degan savol tug'iladi. Buni iloji boricha H4, D1, ya'ni kunlik, 4 soatlik, kunlik, V1, ya'ni haftalik hamda monthly, ya'ni oylik taymlarda ko'rishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bundan kichkina taymlarda ham ko'rsa bo'ladi, lekin unda ko'proq o'rtacha diapazondan chiqishlar yuzaga keladi va bu ko'plab yolg'on signallarga olib kelishi mumkin. Iloji boricha H4, mayli H1 dan ham foydalansa bo'ladi, lekin H1da, ya'ni 1 soatlik time frame'da ishlash koeffitsiyenti bir 50-60% bo'ladigan bo'lsa, undan yuqori time frame'lardagi diapazondagi indikatorning ishlash koeffitsiyenti esa 80 yoki 90% ga oshib ketishi mumkin. Shu orqali sizlar savdo amalga oshirib daromad ko'rishingiz mumkin hisoblanadi. Endi biz nazariyani ko'rib chiqdik. Narx qanaqa harakatlansa, indikator qanaqa harakatlanishi, divergensiya, konvergensiya holati barchasini ko'rib chiqdik. Endi buni barchasini grafikda asosiy qanday qilib ishlatish kerakligini o'rganib chiqamiz. Biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz H4, D1, V1 hamda oylik time frame'larda biz o'rtacha indeksni, shu nima deydi, indikatorda o'rtacha diapazonda, ya'ni 70 va 30 diapazonlardan chiqib ketgan holatini istoriyadan ko'ramiz va uni ishlash koeffitsiyentini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz H4 time frame'iga oldik, minimum H4 time frame'iga olib va chiqib ketgan holatlarni izlaymiz o'rtacha diapazondan. Xo'p, misol uchun mana bu indikator o'rtacha diapazondan chiqib ketganini ko'rsatyapti. Bu esa narxda mana bunday ko'rinishga ega hisoblanadi. Ya'ni mana bunday. Indikator chiqib ketgandan so'ng, shu indikator o'rtacha qiymatdan chiqib ketgan joy mana bu yerlarga to'g'ri kelyapti. Ya'ni mana bu svechada narx indikatordan chiqib ketgan. Biz agar yuqorida aytib o'tganimizdek, agar ijtimoiy kutmasdan turib sell bitimini amalga oshirganimizda edi, indikatordan narx chiqib ketdi deb. Biz mana bu bitim ochganimizda edi, bizni stoplarimizni urib juda ham katta zararga olib kelardi. Biz yuqorida aytib o'tdikki, shu chiqib ketgandan so'ng biz ichki proboyni, ya'ni lokalniy trendoviy liniyalar proboy qilib yana bir marta tasdiqlashni kutishimiz kerak edi. Bizni birinchi qilgan navbatimiz indikatordan chiqqan joyda topish edi va undan so'ng esa narxdan trendoviy liniyani topib, uni proboydan keyin savdoga kirish kerak edi. Endi bizda trendoviy liniya mana bu hisoblanadi. Va mana shu trendoviy liniya bizga savdo qilish uchun asosiy nuqta hisoblanadi. Mana bu trendoviy liniyani proboydan biz savdoga kiramiz va stop lossni esa oxirgi maksimumdan sal yuqoriroqqa joylashtiramiz. Va siz indikator qanday darajada kuchli ishlaganini ko'rishingiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, biz endigi navbat stop loss bilan bitim ochilgan joyda diapazonni o'lchaymiz va uni pastga, bitim ochilgan joydan pastroqqa joylashtiramiz. Misol uchun 100 punkt bo'lsa 100 punkt pastga joylashtiramiz va bitimimizni save qilib olamiz, ya'ni saqlab qolamiz. Mabodo bitimimizni yarmini yopganimizdan so'ng narx tepaga ketganda ham biz yoki 0 da yopamiz yoki foydada yopamiz. Shuning uchun biz save qilib olishimiz kerak. Qolgan bitimni esa 1/2 da, mana 1/2 da yopganimizda ham foydada kirardik ekan. 1/3, 1/4 larda yopganimizda ham foydaga kirardik ekan. Mana narx shu zonalarga kelganini ko'rib turishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, obratniy signalda yopadigan bo'lsak bitimni, mana bu yerda yopgan bo'lar edik. Mana bu trendoviy liniya tushuvchi uchun aktual hisoblanadi va bu trendoviy liniyani buzib o'tishi buyga signal beradi va mana shu buzib o'tishidan biz bitimimizni yopsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, fraktal bo'yicha mana globalniy liniya hosil bo'ldi. Lokalniy liniyani va ichki liniyalar topamiz va shuni proboydan
biz buy signal olganimizda yoki mana bu yerda yoki globalniydan уже chiqib ketgandan keyin yopishimiz mumkin bo'ladi. Bu time framelarga bog'liq hisoblanadi. Qanchalik katta time framelarda savdo amalga oshirgan bo'lsangiz, o'shancha kattaroq liniyalarda ya'ni global katta timelarda globalniy liniyani kutgan ma'qul. Kichkina timelarda ishlayotganda lokalniy. Misol uchun biz hozir H1 da ishlayotganimiz uchun lokalniyda proboydan biz kirish savdodan chiqishimiz mumkin edi. Agar biz haftalik yoki bo'lmasam oylik grafiklarda ishlaganimizda edi, kunlik, haftalik, oylik grafiklarda ishlaganimizda edi, siz bitimni globalniy liniyada ham yopishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni обратный signalni globaldan olishingiz mumkin bo'lardi. Xo'p, biz shu oddiygina holatlarda ishlatishni endi ko'rib chiqdik. Endi biz yuqoridagi holatni ko'rib chiqdik. Endi pastdagi holatini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni indikatorning pastki nuqtasini buzib o'tgan joyini topamiz va undan o'sha joyda grafikni ichki proboyni kutib turishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni indikatorda buzib o'tgan joyi mana bu yer ekan. Ya'ni mana shu yerda biz grafikdan belgilab olamiz. Ya'ni mana buzib o'tgan joyini belgilaymiz. Indikator buzib o'tgan joy narxda mana bu joyni ko'rsatyapti. Va mana shu joyda biz indikator tushyapti-ku deb buy bitimini ochganimizda edi, yuqorida aytganimizdek xatoliklarga yo'l qo'yib biz bitimimiz minusga kirgan bo'lar edi va juda ham katta zararga kirgan bo'lar edik. Biz endi shu joydan boshlab indikator o'z normal holatidan chetga chiqqan holatidan boshlab turib biz уже signal qidiramizki, narx qachondir yana o'zini razvoriyatini o'zgartirishi mumkin bo'lgan modellar orqali yoki bo'lmasa qandaydir trendoviy liniyalar orqali biz buyga signal qidiramiz va bu buyga signal qidirib topganimizdan so'ng yana bitim amalga oshirishimiz kerak edi. Va biz mana bu yerda narx past buzgan edi, shu indikator pastga tushgan edi va narx pastga tushyapti. Va biz mana bu yerda kuzatishimiz mumkinki, biz impulsdan so'ng shakllanuvchi modellar orqali birinchi modelni kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, narx impuls bilan harakatlanib pastga tushgan va birinchi model qonun qoidalariga rioya qilgan holatda trendoviy liniyani shakllantirgan va birinchi model qonun qoidasi bo'yicha shu trendoviy liniyani buzishi orqali biz buy bitimini amalga oshirishimiz kerak edi. Va biz buy bitimini amalga oshirdik, ham indikator bizga ko'rsatdi shu yerda уже narx charchaganini, ham bizga birinchi model ko'rsatyaptiki, narx уже yuqoriga ko'tarilishga tayyorligini ko'rsatib o'tyapti va biz bu yerda savdo amalga oshiramiz va stop lossni minimumdan sal pastroqqa, take profit esa shu birinchi model qonun qoidasi bo'yicha shu tushish harakati yuzaga kelgandan minimumda o'lchanadi va bitim ochilgan joydan shu minimumda qo'yiladi. Va shu yerda biz birinchi bitimimizni save qilib olamiz va qolgan yarmini esa обратный signalda yoki 1.2, 1.3 larda yopishimiz mumkin. Xo'p, 1.2 ham, 1.3 ham ishlagan ekan. Narx juda ham balandga ko'tarilgan ekan. Lekin обратный signalda yopganimizda edi, deyarli eng cho'qqisida, ya'ni mana bu yerda sellga signal olganimizda yopishimiz mumkin bo'lar edi. Sellga signal olib, buy bitimimizni sellga signal olganimizda biz buy bitimimizni yopamiz va sell bitimini amalga oshirishimiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, yana bir marta misol keltirishim mumkin. Xo'p, lekin mana ko'rib turibsizki, biz diapazondan, o'rtacha diapazon 70 va 30 diapazondan chiqqan holatlarni ko'ryapmiz. Chiqmagan holatlarda maksimumga kelib ozgina chiqqan holatlarda ham ishlash mumkin, lekin buni ishlash koeffitsiyenti sal ozroq, ya'ni misol uchun sal maksimumga kelganda ozgina ko'tarilishi mumkin xolos hisoblanadi. Ya'ni mana bu holatni ko'rib chiqaylik. Mana maksimumga kelib juda pastga buzib o'tmagan, lekin maksimum holatda ham savdo amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu qisqa muddatli savdo turi orqali ham amalga oshirish mumkin hisoblanadi. Mana bu o'rtacha mana bu yerga to'g'ri kelyapti. Mana bu yerda narx уже indikatorda maksimumga yetib kelgan va biz mana bu yerdan biz qidirishimiz kerak bo'lgan signal mana ichki proboy. Bunda ham impuls bo'lgan va birinchi model bo'lganini kuzatishingiz mumkin. Bu yerda ham qisqa muddatli savdo amalga oshirishimiz mumkin hisoblanadi. Biz agarda biz
diapazonni juda ham ko'proq anaqa buzib o'tgan bo'lganda edi, juda ham katta diapazon ishlab oldik. Lekin maksimumga kelgan holatda ishlasak, kichik diapazonda ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Iloji boricha shu o'rtacha diapazondan juda diapazonni buzib o'tib, normal holatda tushish yoki ko'tarilish amalga oshirilganda ishlasak, juda ham ko'proq effektivlik oshadi degan umiddaman. Xo'p, biz RSIda oddiygina ishlash usulini ko'rib chiqdik hozirda. Endi RSIdagi divergensiya va konvergensiya holatlarini ham birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, divergensiya va konvergensiya kuzatilishi uchun narx diapazondan o'sha o'rtacha 70 va 30 diapazonlardan chetga chiqish kerak edi. Va mana chetga chiqish holati yuzaga keldi va mana bu maksimum indikatorda mana bu maksimumni tasvirlayapti. Lekin narxda ko'rib turishingiz mumkinki, bu maksimum shu mana bu oxirgi maksimum bu maksimumni yangiladi. Indikatorda ham yangilash kerak edi. Ya'ni mana bu maksimum yangilash kerak edi. Mana indikator ham mana bu maksimum yangilash kerak edi. Lekin yangilay olmadi. Ya'ni pastda joylashib qoldi. Bu ko'rsatadiki, yuqorida aytib o'tganimizdek, narx charchagani va yaqin orada juda ham katta tushish bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bu tushish esa juda ham uzoq davom etishi mumkin. Shu tushishdan biz savdo amalga oshira olmaymiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu holat yuzaga kelganda, mana maksimum yasalganda, bu ham maksimum yasaganda biz oddiygina sell bitimini amalga oshira olmaymiz. Bizga nima kerak edi? Bizga yana bitta подтверждающий sellga signal olishimiz kerak edi. Biz bu signalda endi ko'rishimiz mumkinki, mana bu yerda impulsli harakat bo'lgan va impulsli harakatdan so'ng menimcha bitta kichik hozirgi bu H4 dagi time frame, agar bitta kichkina time, ya'ni H1 time frame ga olganimizda qaysi model shakllanganini ko'rishimiz mumkin edi. Shu model orqali yoki bo'lmasa mana oddiygina proboy orqali biz savdoga kirishimiz mumkin edi. Iloji boricha impulsli harakatlarda impulsdan so'ng shakllanuvchi modellar orqali kirgan ma'qul. Odatiy holatlarda bo'lsa, impuls bo'lmagan holatlarda esa oddiy trendoviy liniyalardan foydalanib savdo amalga oshirishimiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, biz divergensiyani barcha qonun qoidalarini yaxshi tushunib olishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Ko'rib turibsizki, maksimum eski maksimumni yangiladi, lekin indikatorda yangila olmadi. Ya'ni narx ko'rinib turibdiki, liniya maksimumlar bundoq joylashgan, lekin indikatorda pastga yo'nalgan. Ya'ni bu tepada, bu pastga yo'nalgan. Bu eng asosiy nyuanslardan biri hisoblanadi. Shundan foydalangan holda biz ichki proboyda kutamiz va ichki proboydan savdoga kiramiz. Endi konvergensiyaga misol ko'ramiz. Konvergensiya qonun qoidasi bo'yicha bu minimum oxirgi minimumni yangilash kerak edi. Indikatorda esa bu oxirgi minimum yangila olmasligi kerak edi. Shu holatni kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Mana narxda mana oxirgi minimum mana jarayon bo'lsa, narx buni oxirgi minimumni yangiladi va pastga tushdi. Indikatorda ham o'zi shunday bo'lish kerak edi va mana bu minimum yangilash kerak edi, lekin yangila olmaydi va kuchi shu indikator ko'rsatyaptiki, narxning kuchi juda ham sustlashib boryapti va savdo amalga oshirishimizni haqida darak beryapti. Va bu darak orqali biz signal qidirib, biz buy bitimini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bu quyidagicha amalga oshirish mumkin. Biz buy bitimini amalga oshirishimiz uchun trendoviy liniya chizishimiz kerak bo'ladi. Mana bu trendoviy liniyani chizamiz. Va buni fraktal tarzda kichikroq time frame ga olganimizda shunday liniya borligini ham biz bilamizki, shu orqali biz savdoga amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi va bizga ma'lum edi, bizda indikator ko'rsatgan edi, narx yaqin kunlarda narx ko'tarilish haqida darak bergan edi va biz bu darak orqali yana bitta подтверждающий signal, ya'niki trader fraktal orqali biz savdo amalga oshirdik va ko'rib turibsizki, narx qanday qilib indikatorda ko'rsatkichi qanday darajada ishlaganini ko'rib turishingiz mumkin hisoblanadi. Shu barcha aytilgan qonun qoidalarni to'g'ri ishlata olsangiz, o'ylaymanki, butun savdoyingiz davomida doimiy ravishda foydada chiqasiz degan umiddaman. Chunki butun istoriyani biz kuzatganimiz natijasida deyarli 90-95% holatlarda barcha сделkalar foydada yopilgan.
va to'g'ri biz eng optimal nuqtada bitimimizni ochishimiz mumkin, indikatorga qarab, ya'ni fraktalga qarab, barchasiga qarab eng optimal nuqtada ocha olishimiz mumkin, lekin ko'pchilik treyderlar optimal nuqtada yopa olmaydi. Bu optimal nuqtada biz sizlarga qanday qilib ochishni o'rgatyapmiz va save qilishni, take profitni qattiq yopishni, obratniy signal bo'lganda barchasini o'rgatyapmiz. Lekin buni to'g'ri amalga oshirish esa sizning qo'lingizda. Chunki biz to'g'ri zelka ochishni o'rganganingiz bilan, agar siz uni qo'lay olib yopa olmasangiz, siz umuman savdoyingizda doimiy ravishda nima deydi, xatoliklarga yuzaga kelishi mumkin hisoblanadi. Shu xatoliklarni bartaraf etish esa o'zingizga bog'liq va bu yuqori aniqlikda ishlaydigan indikatorda siz to'g'ri foydalanasiz degan umiddamiz. Bugungi mavzu shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.